musulmon qarindoshlar, muqaddas joy haramdagi hojilarning Arafatdan Muzdalifga kelishini naq maydonda tarqatdik. Kelish oldidagi Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Islom dunyosiga barkat yog'sin, gullab yashnasin. Programmamizni ko'rganinglar uchun rahmat aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'z yoshingizni ko'rib qoldim dada. Nima bo'ldi? Ayting-a, bir ish bo'ldimi yoki ko'nglingiz bir ishdan parishonmi? O ko'rinishlarni ko'rib bak ta'sirlandim balam. Ajoyib ulug', nurga to'lgan daqiqalar. Allohning rahmati yoqqan minutlar. Xudoyim buyursa, kelar yili cho'qim hajiga borasiz jinim dada. Deganingizdek bo'g'ay balam. Qurbonlik qo'shqar yo'q turdi. Nima? O'chib, yana so'yilib borgan edim. Yo'q turdi. Shuncha istabni topolmadim. Hozirli izdayli. At qurbonlik qiladigan tursak, ko'p vaqtimiz qolmadi. Ey Alloh, yo'qolib ketgan narsamizni o'zing qaytarib bergaysan. Qurbonlik qo'shqarni ko'rdingizmi, Himmat tog'a? Qo'shqarlar bak ko'p ekan. Qaysi ishkanligini bilamadim. Qo'shqarning ko'zga chiliqadigan bir alohida belgilari bormi, bolalarim? O'zi bir yoshdan oshgan, yumshoq yungluq, quyruqini moy qoplagan, ko'zi saq, to'kurmu emas, hech qanday kesili yo'q, intayin sog'lom. Yana quloqlarining hech qanday yerida kesik yo'q, izimi yo'q, mingizli qo'shqar edi. Qurbonlik mollarning hammasi sen aytgandek sifatda bo'ladi, balam. Biroq alohida belgisi yo'q-kan. Undaqda qanday qilamiz? Meningcha rasmini sizib e'lon chiqarayli. Balkim birasi ko'rgan bo'lsa, xabari bo'lib qolar. Yaxshi gap bo'ldi. Qurbonlik qo'y izlash e'loni yozib, rasmi bilan e'lon chiqarayli. Meninglar amsa kechikib qolmayli. Men uni yana bir yaxshiroq izlab boqay. Assalomu alaykum, Munir apandim. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bu qo'shqarmo toza qochadigan vaqtda tepibdi. Texi ko'p vaqtinglar bor. Inshaalloh tepilib qolar Munir apandi. Inshaalloh, Alloh rahmat qilsin. Agar tepilmay qolsa qurbonlikqa hisoblab o'rniga go'sht setib olala. Nima deyapsan? Qurbonlik qilish ta'kidlangan sunnat tursa, farz deydigan olimlarimizmi bor texi. Abu Hurayradan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kimiki qodir bo'lib turib qurbonlik qilmasa, u odam masjidlarimizga yaqin yo'llamasin. Ya'ni kuchimiz yetsila qurbonlik qilishimiz kerak. Agar qurbonlik qilish vaqti qistab qolsa, qanday qilamiz? Qurbonlikning vaqti Qurban hayit namozdan boshlanib, hayitning 4-kunigacha, ya'ni tashrih kunlari oxirlashguncha davomlashadi. Bu haqda payg'ambarimizning mundaq hadisi bor. Tashrih kunlarining hammasida qurbonlik qilsa bo'ladi. Mundaq ish. Men tunugun tirniqimni ilib etib tikaman. Qurbonlik qiladigan kishi chechini tushirsa, tirniqini olsa, bo'lmaydi deb anglagan edim. Agar qurbonlik qilishni niyat qilgan bo'lsang, Zulhajja oyi kirgandan boshlab olsang bo'lmaydi. Bu haqda payg'ambarimiz mundaq degan: agar Zulhajjining oyini ko'rsanglar, qurbonlik qilishni niyat qilgan kishi chechi va tirnoqlariga qat'iy chiqilmasligi kerak. Biroq chechingni yoki tirnog'ingni ep sog'an bo'lsangmi, yana qurbonlik qilasan. Navada qurbonlikqa yarg'udek qo'shqar topamizamchu. Qo'shqar topolmasang, erkak bo'lsin, mayli chishi bo'lsin, qo'y, o'shka, to'ga yoki kali qurbonlik qilsang bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: yeshig'i to'shqanlarni qurbonlik qilinglar. Topolmasanglar 8 oylik bo'lgan qo'y bo'lsa bo'ladi. To'ga 5 yoshni to'shqizgan bo'lishi, kala 2 yoshni to'shqizgan bo'lishi, o'shka 1 yoshni to'shqizgan bo'lishi kerak. Qo'yning 6 oylikdan yuqorilari bo'lsa qurbonlik qilishga bo'ladi. Undaqda qurbonlik setib vaqtim bor-kan. Shundaq, hozirla bozorga boraylik. Amisi biz bozorga mang'ash qo'shqiringlarni izlab boqaylik. Allohga omonat. Aman bo'linglar. Xudoga omonat. Qurbonligimizni Qurban hayit namozi o'qishdan burun bo'g'izlamamdiq dada. O'tgan yili bir qo'shnimizning namozdan burun bo'g'izlabatqanda ko'rgan edim. Unda qilsak bo'lmaydi bolam. Bara ibn Azib raziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambarimiz mundaq degan:
Bugun eng avval qiladigan ishimiz namoz o'qish. Namozdan qaytgandan keyin qurbonlik qilamiz. Kimiki mushu bo'yicha ish qilsa, sunnatimizga loyiq ish qilgan bo'ladi. Burun bo'g'izlasa, qurbonlik odati bo'lmay, oilasiga tayyorlab bergan go'sht bo'ladi. Munir efendim, qurbanlık qo'shqarni topdik. Qo'yimiz tepilibdi, yuringlar. Ha, qo'yimiz tepilibdi. Qayerga ketibdi-kan? Arqa ko'chadagi boqqa kirib olibdikan. O'tlab yurgan yerdan tutib oldim. Biz seni Alloh taolo uchun qurbonlik qilishga atagan. Buningdan sen xush bo'lsang bo'ladi. Yo'qitib qo'yganlarimizni bizga qaytarib bergan Allohga shukrlar bo'lsin. Endi men sana yeydigan narsalarni akilib beray, suv akilib beray. Turma. Qani, menga suyimli qurbonligimiz. Alhamdulillah. Bugungi hayit qutbisi yaxshi so'zlandi. Qassob qachon keladi dada? Namozdan keyinla kelmoqchi bo'lgan edi bolam. Men bo'g'izlasammi bo'lamdi? Sen qoidasini bilamsan. Bilmayman, deb bering ha dada. Qurbonlik molni so'l yeniga yotqizib, tizingni bo'yniga tiraysan. Ondan beshini tutib bo'g'izlaysan. Nayta osonkan. Qo'y va boshqa hayvonlarni bo'g'izlash zabhi deyiladi. To'gini bo'g'izlash nahir deyiladi. Ikkisining farqi nima? Nahir deganimiz gadinning ostin qismidan bo'g'izlashni ko'rsatadi. Zabhi deganimiz ust tarafidan, ya'ni kallasining yendan bo'g'izlashni ko'rsatadi. Bularmi bekla osonkan-ku. Ondan bismillah deb bo'g'izlaysan. Bo'g'izlaganda molni qiynab qo'ymaslik uchun pichig'ing o'tkir bo'lishi kerak. Shunga yaxshi bilib, tayyorlikni puxta qilishing kerak. Ondaqda men bu yil bo'g'izlaganni yaxshi ko'rib o'rganib olib, kelar yili o'zim mustaqil bo'g'izlasam bo'g'idakda. Qurbonlikning go'shini 3ga bo'lishni unutmasizlar dadisi. 3dan birini bizga, yana bir ulushi hitlab kelgan urug' tuqqanlarimizga, qolgan 3dan birini piqir miskinlarga ulashtirsizlar. Xudoyim buyursa, shunda qilamiz onasi. Qassob kepti, kelinglar, qo'shqani bo'g'izlayli. Bu qurbonlikni mendan va oilamiz nomidan qabul qilgin. Bye.